22:18. Hop, birinchi zakazimizda muammo bo'lib, admin bo'ldi. U zakaz qaytdi. U zakazi почти soat 9 dan 5 daqiqa o'tganda 21:05 topshirildi punktga. 18:38 da qabul qilingan zakaz bo'yicha mijozimizga umridan baraka topsin. Nima deymiz boshqa? Bunaqa admin qilavermanglar o'rtoqlar, muammo qilasizlar bizga. Tasavvur qilaylik, men Buyuk Ipak yo'lidan shastriga boryapman, hali metroni hisobida. Eng yomoni metrodan tushyapman-da, kafega borib zakaz olib ketaman, uni nimaga olib kelaman? Olmasga olib kelaman. Hali ham ozginasini avtobus qildimda, keyin mijoz spesial admin qildim aylim. Uni keyin sal teparoqda nimaga qiyotga olib kelib tashlayapman-da. O'rtoqlar, Продолжайте движение прямо. Maylim. Men hozir hech kim tushmasa dema. Tepada ko'rib turibdi xolos. Endi hammamiz tushunamiz. O'sha pullar mayli qaytgandir ham, qaytmagandir ham. Juda yaxshi bilamiz uni. U qaytmasini uyat bo'lsa ham aytaman, ochiqchasiga biz hozir u narsani pulni qaytarmaslik uchun spesialni zaявление tashlaymiz-da, yana ketaveramiz. Men hech narsadan yutqizmayman. Men uni hamma tochkalarni juda yaxshi bilib olganman, Yandeksda sekin-sekin yurib. Bir ikkitasini hisobga olmasa, juda yaxshi yo'l yo'riq ko'p Yandeksda. U hazilakam joy emas, u sizlarga uncha joy emas, o'rtoqlar. Bitta nomerdan foydalanib tashlab ketsanglar, Через 50 метров поверните направо. ya'ni bizimiz Yandeks biladi 100%. O'rtoqlar, shunga maylim ketma-ketlikdan zakaz berib turibdi. To'lqinga qarab ketyapman. Hozir qanchada bor ekan. Endi imkon qadar harakat qilinadi tezroq borishga. Hop, o'rtoqlar, kanalni kuzatishda davom etinglar. Mana davlat ishiga mana bugun ikkinchi kun ishga chiqsam, ko'rsatsam Поверните направо. ancha dam oldim o'rtoqlar. Hozircha to'xtataman.